Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bemorimiz Mamajonov Ravshanbek ota 72 yoshdalar. Klinikamizga Namangan shahridan tashrif buyurganlar. Bemorimiz klinikamizga murojaat qilganlarida bemorimizni qiynalib siyish, vaqti bilan siydik tutilishi bo'lgan. Mahalliy urologda bemorga vaqti bilan kateter, uretral kateter qo'yib kelingan. Bemorimiz uzoq vaqt davomida operatsiyaga qarshilik ko'rsatganlar. Lekin siydik tutilishidan bezor bo'lib, kateterlardan bezor bo'lib klinikamizga kelib chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan o'tdilar. Klinikamizdagi tekshiruvda uroflometriya tekshiruvida siydik oqimi juda ham pastligi, prostata bezi ultratovush tekshiruvida prostata bezlari kattalashganligi aniqlandi va shu sababli bemorimizda hozirgi jahon oltin standarti bo'lgan prostata bezi adenomasi Golmi lazerli enukleatsiyasi amaliyoti bajarildi. Ravshanbek ota, operatsiyadan oldingi holatingiz qanday edi? Hozir operatsiyadan keyin qandaysiz? Operatsiya bo'lmasdan oldin juda qiynalganman. 4 yil qiynalganman. Doim o'sha kateter ilib qo'yishadi. Bir kunda 4 marta 5 marta ham ilingan. Umuman iloji yo'q ilmasdi. Shunga yana operatsiya qildirdim. Hozir yaxshiman. 3-kun chiqib ketdim. Bir chiroy. Hozir siyishda qiyinchilik bormi sizda? Yo'q. Napor qanaqa siydik? Oqimi qanaqa? Kirani burashdi. Gap yo'q unga. Zo'rmi? Zo'rman, Xudoga shukr. Ravshanjon ota, bizga ishonch bildirganingiz uchun katta rahmat. Xudo xolasa, bundan buyog'iga ham sizdan boshqa barcha bemorlarimizni ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Aziz hamyurtlar, sizlarni prostata bezi adenomasi va boshqa urologik muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, andrologiya tibbiyot markazimizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga Yevropa standartiga mos davo ta'minlanadi.